Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muslimalarim, go'zallarim, yaxshimisiz? Agar siz eringizni e'tiborsizligidan, sizga bo'lgan mehri yo'qligidan, oilani mas'uliyatini olmasligidan qiynalsangiz, darsimizni oxirigacha ko'ring. Men sizga aniq yechimlarni beraman. Ayniqsa 3-yechim sizni turmush o'rtog'ingiz oldidagi qadringizni va turmush o'rtog'ingiz sizga ipsiz bog'lanishga yordam beradigan eng katta kafolatli sir bo'lishini ta'minlaydi. Xo'p, endi birinchisi, avvalo menga obuna bo'ling. Agar obuna bo'lmasangiz, bundan keyingi darslarimni va efirlarimni ham ko'zdan qochirishingiz mumkin bo'ladi va albatta like bosishni unutmang, chunki bu kanalimizni yana ham rivojlantirishga, darslarimizni boshqalarga ko'rsatishga sabab bo'ladi. Qani bismillah, boshladik. Nimaga sizni turmush o'rtog'ingiz mas'uliyatsiz, bemehr, oila mas'uliyatini olmaydi, sizga e'tibor bermaydi va gaplashmaydi? Men doim bitta gap aytaman. Biz qanday turmush o'rtoqqa uchragan bo'lsak, aynan xuddi shunday travmalar bor bo'lgan inson xuddi bizmiz. Ya'ni o'xshashlarni tortadi. Agar turmush o'rtog'ingiz bemehr, mas'uliyatsiz, oila mas'uliyatini olmasdan, sizga vaqt ajratmasdan, e'tiborsizlik qilib mehr bermayotgan bo'lsa, ishoning, mehr bermaydigan, e'tiborsiz, mas'uliyatsiz erkak obrazi sizni travmalaringizda ham bor. Hali yo'q deyishga shoshmang. Hali darsni davomini eshiting va albatta o'zingizni tahlil qilib keting, izohlarda fikrlaringizni yozib boring. Birinchidan, agar sizni turmush o'rtog'ingiz bilan travmalaringiz o'xshash bo'lmaganda, siz bu insonga turmushga chiqmagan bo'lardingiz. Shu sababli iltimos, agar eringizni ideal erkakka aylantirmoqchi bo'lsangiz, bugundan nimaga men bu insonga turmushga chiqdim, qayoqdan ham shu insonga turmushga chiqdim, ming la'nat degan ichingizdagi qarg'inchilarni, inkorlarni to'xtating. Chunki aynan birinchi omil ayolga eri e'tibor bermaydi, mehr bermaydi, gaplashgisi kelmaydi, suhbatlashgisi kelmaydi, soatlab telefonda o'tiradi va eng yomoni oila mas'uliyatini olmaydi. Qachonki ayolini uni tushunishini ko'rmasa. Ha, shunaqa. Siz aytishingiz mumkin. Yana qanaqa tushuntiring? Men undan mehr so'radim, e'tibor so'radim, gaplashishimni so'radim, lekin u menga vaqt ajratmayapti. Keling, buni chuqurroq ildiz bilan ishlaymiz. Demak, be'tibor, sizga mehr bermaydigan, siz bilan gaplashmaydigan, soatlab telefonda turadigan eringizni aynan sizga e'tiborini qaratib, mehr berib, oila yukini olish uchun birinchi navbatda tushuning va o'zingizga savol bering. Yaratgan egam aynan turmush o'rtog'imni bu mehrsizligi, e'tiborsizligi, mas'uliyatsizligidan nimani tushunishim kerak? Eringizni vaziyatni tushunishga harakat qiling. Birinchisi, bu uni travmalariga borib taqaladi. Agar eringiz sizga e'tibor bermayotgan, mehr bermayotgan, oila mas'uliyatini olmayotgan bo'lsa, uni ongi bu vaziyatni juda ham norma deb hisoblaydi. Yoki bu holat ularning oilalarida otalari tomonidan amalga oshirilgan, ya'ni oiladagi asosiy yuk qaynonangizga tushgan, qaynotangiz deyarli asosiy qarorlarni qabul qilishda ishtirok etmaganlar, yoki eringiz oilada juda ham erka va tantiq farzand, u ko'pincha papalangan, vazifalar yuklanmagan, deyarli yuklamalar berilmaganligi uchun mas'uliyatni olishim kerak degan qarordan yiroqda, yoki eringizni hayotidagi aynan mahram ayollari juda ham kuchli bo'lgani uchun erkaklar ayollarning yonida biroz zaif bo'lsa ham norma, ya'ni hech nima qilmaydi degan tushunchaga kelgan, yoki hali ham siz turmush o'rtog'ingiz yosh bola pozitsiyasida. Chunki oila mas'uliyatini olmaydigan, ayolini eshitmaydigan, uni tushunmaydigan, unga mehr bermaydigan erkaklar odatda bola pozitsiyasida qolib ketgan bo'ladi. Endi siz aytishingiz mumkin, hammasi to'g'ri, endi nima qilishim kerak? Birinchisi, to'xtang, ichingizdagi inkorni olishimiz kerak. Aynan xuddi shunday erkak dasturi sizning travmalaringizda ham bo'lishi mumkin. Bu sizni dadangiz, bo'lishi mumkin sizni onangiz va buvlaringiz oilada juda ham kuchli ayollar bo'lgan, erkaklar vazifalarni ham bo'ynlariga olgan. Misol uchun buni kinolarda ham ko'rishimiz mumkin. Misol uchun Farmon bibi kinosida aynan Nigora oilada ro'zg'orlikni bizning uyda erkaklar qiladi deganda, Farmon bibi bizning uyda hammasini ayollar qiladi deydi. Balki sizning uyingizda ham ayollar erkaklarning barcha mas'uliyatlarini o'zlari bilmasdan, aynan erkaklarga yetarli vazifalarni, yuklamalarni vaqtida bermasdan erkaklarning bunga o'rganishiga adaptatsiya hosil qilishgandir. Demak, birinchisi tushuning, qayerdan kelyapti bu? Eringiz qayerdan olyapti bu modelni? Kimdan olyapti? Nima uchun olyapti? Va nima qilsangiz bu proses yakunlanadi. Demak, ikkinchisi, iltimos, bolalik travmalaringizni chuqur o'rganing. Chunki bolalik travmalarini o'rganar ekansiz, turmush o'rtog'ingizga nisbatan erim baribir eplolmaydi, baribir qo'lidan kelmaydi degan inkorlaringiz yo'qolib qoladi. Men sizga bitta gap aytaman, agar siz shu insonga turmushga chiqqan bo'lsangiz, ishoning, yaratgan mana shu insonni
oila mas'uliyatini ham oladigan, sizga mehr ham beradigan, sizga e'tibor ham beradigan, siz bilan gaplashadigan holatini ham shu insonni fitratida joylagan. Uni topish esa bu sizni travmalaringiz ishlashga bog'liq. Aynan travma derkanman, nimani nazarda tutyapman? Bizda ko'pincha oilada aynan qiz bolalar erkak vazifasini, yigitlar vazifasini olishga normal qaraladi. Bilasizmi, hattoki ba'zida shunday gaplarni eshitaman, o'zim qo'rqib ketaman. Misol uchun, erkak o'g'il bola nozik bo'ladi, ular tez kasal bo'ladi. Hattoki ayol kishi homilador bo'lganda bola tashlash yoki bola nobud bo'lish ko'proq o'g'il bolalarda sodir bo'ladi. Ular nozik degan gaplarni eshitaman. Noto'g'ri. Biz gumonlarimizda yashaymiz. Agar sizni ongingizda ham o'g'il bola baribir nozik, unga ozgina e'tibor berish kerak, qiz bolani joni qirqdi deyotgan bo'lsangiz, ishoning, siz ham o'zingizni o'g'lingizga xuddi shunday mas'uliyatsiz, e'tiborsiz, bemehr, oilasiga beparvo erkak pozitsiyasini yuklayapsiz. Chunki sizni gumoningizda, sizni mahram erkaklaringiz qanday bo'lsa, yaratgan ularni xuddi sizga shunday qilib ko'rsatadi. Iltimos, o'sha uchun birinchi travmalarni ustida ishlang. Yokida qizingizga, "Sen qiz bolasan, hech nima qilmaydi, seni 40 ta joning bor" deb xuddi shunday bosimni beryapsizmi? Ertaga u ham xuddi shunday turmush o'rtog'idan o'zi bilmagan holatda barcha oila yukini, barcha oila mas'uliyatini bo'yniga olgan holatda erini mas'uliyatsiz qilib qo'yishi mumkin. Menga ko'pincha ayollar aytadi, "Sitora opa, qaysi ayol xohlamaydi erkak oila mas'uliyatini olishini? Biz xohlaymiz, lekin ular olmaydi." Bilasizmi, insonda onglilik bor, insonda ongsizlik bor. Qachon bizda yoshligimizda bizga odat va ko'nikmalar shaklida erkak bu mehr bermasa ham, e'tibor bermasa ham, oila yukini ham olmasa ham mayli, hech nima qilmaydi, o'zing ishlaver, o'zing yashaver, necho yoningda degan nom bormi, bo'ldi degan bizga noto'g'ri uстановkalar, qarashlar bizga o'rgatilinsa va agar biz buni norma deb hisoblaydigan bo'lsak, ishoning, sizni ongsiz holatingizda, ya'ni ong ostingizda erkak mehr bermasa ham norma, pul topmasa ham norma, oila yukini olmasa ham norma degan iqrorlik yotadi. Qarang, ong ostingizda. Ong ustingizda esa oila yukini olsin deyapsiz. Bizni hayotimizda bizni ongsiz qabul qilgan qarorlarimiz, iqrorliklarimiz ishlaydi. Ya'ni erkak oila yukini olmayaptimi, hech qanaqa qo'rqinchli joyi yo'q, hammasi joyida, bu o'tib ketadi. Mana qo'shni ham shunaqa bo'lgan, o'rtog'ing ham shunaqa bo'lgan, sen ishlayver degan gaplar mutlaqo noto'g'ri. Eringiz oila mas'uliyatini olmasligi, e'tibor bermasligi, sizga qaramasligi, siz bilan gaplashmasligi bu sizga eng katta signalki travmalaringizni ishlash borasida. Ayniqsa bizda aksar oilalarda qiz bolani otasi bilan juda katta baryer chegaralar qo'yiladi. Otang ishdan keldi, bo'linglar hamma yoq yig'ishtiringlar. Adang keldilar, bo'llaring. To'g'ri. Adaga nisbatan oiladagi pozitsiya ushlanish kerak, lekin har narsada me'yor bo'lish kerak. Esingizda saqlang, agar qiz bola oilada dadasi bilan sog'lom muloqotlarni shakllantirmasa, dadasi uni himoya qilishini ko'rmasa, dadasi uni tushunishini ko'rmasa, aynan dadasi unga bo'lgan chiroyli, nima deydi, har qanaqa vaziyatni qabul qilishini ko'rmasa va dadasidan kerakli qiyin paytlarda yordam ola olmasa, qiz bolani ongsiz iqrorliklarda, ya'ni ong ostida, demak, men mahram erkaklarimga kerak emasman, ular baribir meni eshitmaydi, baribir himoya qilmaydi, baribir tushunmaydi degan iqrorlik qolib ketadi. Agar qiz bolani ong ostida mahram erkaklardan yordam kutish, meni tushunadi deb qarash, mehr olmaganlik holat sodir bo'ladigan bo'lsa, uni hayotiga xuddi shunday navbatdagi mahram erkak uni turmush o'rtog'i kirib keladi. Ya'ni eringiz siz bilan gaplashmayapti, sizga mehr bermayapti, sizni tushunmayapti, oila mas'uliyatini olmayapti. Bitta eslang, siz bu jarayonni ilk marta qayerda ko'rgansiz? Ya'ni savol beraman. Dadangiz bilan munosabatlaringiz yoshligingizda qanday bo'lgan? To'xtang, shu joyda bitta narsani ochiqlashtirib ketamiz. Aksar holatda ayollar menga aytadi, "Ustozim, siz davom etasiz. Ota bilan ilk munosabat er bilan munosabatlarning asosi hisoblanadi deb, lekin meni dadam bilan hammasi yaxshi bo'lgan. Dadam meni eshitganlar, tushunganlar, mehr berganlar, meni urganlarini, kaltaklaganlarini eslolmayman" dedilar. Hali bu birinchi qismi. Qarang, e'tibor qiling. Agar bizni onamiz ham dadamiz bilan birga mazza qilib gaplashganini ko'rmasak, mehr berganini ko'rmasak, bir-birini his qilayotganini ko'rmasak, albatta me'yoriy darajada bir-biriga muhabbat izhor qilayotganini ko'rmasak, me'yoriy darajada albatta deyapman,
bizni ongsiz holatimizda ayol kishi erkak kishini oldida shunaqa qadrsizlantirishi norma ekan, yerga urishi norma ekan degan fikr shakllanadi. Aksar oilalar bunga e'tibor bermaydi. Aynan qiz farzandlarini oldida qizlarni erkalaydi, lekin qiz farzandini oldida ayolini haqoratlaydi, yerga uradi, qadrsizlantiradi. Go'yoki men bolamni yaxshi ko'rsam bo'ldi degan tushuncha bilan. Eng katta noto'g'ri bo'lgan harakat, eng katta travma mana shu hisoblanadi. Chunki erkak ayoliga bo'lgan munosabatini uni qizi er-xotin munosabatlari uchun ssenariy qilib oladi. Tushunyapsizmi? Dadangiz siz bilan munosabatlari balki yaxshi bo'lgandir, balki yomon bo'lgandir, lekin bitta eslang, onangiz bilan munosabatlari qanaqa edi? Chunki siz ota-ona munosabatlarida kelajakdagi sizni ayol programmangizni ulardan shunday olib kopiya qilasiz. Tushunyapsizmi? Onangizda bo'lmagan dadangiz tomonidan eshittirishlikni siz o'zingizda sodir qila olmaysiz. Qaniydi yoshlikda bizni atrofdagi vaziyatlarni filtrlab olishni o'rgangan bo'lsak, ming afsus unaqa emas. Chunki biz ayniqsa ota-onamiz hayotida nimadir sodir bo'lsa, shundoq kopiya qilib, shundoq buyoqqa olamiz. Demak, eringiz sizni eshitmayapti, e'tibor bermayapti, gaplashmayapti. Bu sizni travmalaringizda bu norma degan proses bilan saqlanib qilingan. Ya'ni siz ong osti holatingizda erkak bu gaplashmaydigan, e'tibor bermaydigan, men bilan vaqt o'tkazmaydigan biri degan tushunchangiz bor. Hattoki siz boshida buni juda ham norma qabul qilgansiz, lekin bora-bora mehr kutib, e'tibor kutib, internetda, Instagramda, YouTube'da boshqa erkaklarning ayolga bo'lgan munosabatini ko'rib, taqqoslab o'sha joningizga tegdi. Chunki men davom etaman, ayol birdan voz kechmaydi. Ayol ketish uchun yillar kerak bo'ladi. Ayol birinchi kutadi, baqiradi, chaqiradi, so'raydi, urush qiladi, janjal qiladi, onasini uyiga ketadi. Nimaga? U tushuntirmoqchi bo'ladi. "Ey, menga e'tibor ber." Hech qaysi ayol ota uyidan erini uyiga ajrashaman deb kelmaydi. Lekin noto'g'ri podacha qiladi o'zining fikrini. Ya'ni bitta narsani tushuning. Erkak bu siz buyruq berishingiz mumkin bo'lgan, janjallashingiz mumkin bo'lgan, jazolashingiz mumkin bo'lgan xilqat emas. Ya'ni eng katta ошибканgiz 3-xatoyingiz kelib chiqadi. Aynan mana shu 3-xatoni to'g'rilang. Turmush o'rtog'ingiz sizga e'tibor ham beradi, mehr ham beradi, siz bilan gaplashadi ham, mas'uliyatni ham oladi. Bu nima desangiz, uni his qilish. Gapirayotganda uni his qilish. Hech qachon erkakka tepadan kelib, buyruq berib, xuddi bolangizni manipulyatsiya qilgan kabi jazolab, nimadir tushuntiraman deb harakat qilmang. Aksar holatda ayollarni aynan mana shu xatosi erini o'ynash topishiga sabab bo'ladi. Chunki ayol turmushga chiqqandan keyin erim meniki, nima endi men erimdan talab qilaman degan bir kibrli, bir boshqaruv ohangi bilan o'zini turmush o'rtog'iga gapirishni boshlaydi. Ayollar to'ydan oldin gapirmagansizlar. Nimaga to'ydan oldin eringizga faqat o'zingiz eng yaxshi taraflaringizni ko'rsatib, u bilan yaxshi muomalada bo'lishga harakat qilgansiz? Nimaga aynan to'ydan keyin bor isterikalarni ko'rsatib, erim-ku, qabul qilishi kerak-ku deb faqat o'zingizni eng qo'pol muomalangizni, buyruqlaringizni ko'rsatasiz? Bitta narsani to'g'ri tushuning. Ayol kishida, misol uchun, eridan ko'ngli uzilishlik tez sodir bo'lmaydi. Lekin erkak kishi shunaqa insonki, ularda ayol kishidan bitta ko'ngli qoldimi, qaytib tiklanishi qiyin bo'ladi. Farzandlari bo'lganligi uchun, nikohi bo'lganligi uchun, odamlarni gap so'zga qolmasligi uchun ham erkaklar ba'zida ayoliga chidab yashaydi, lekin belgilari bo'ladi. Qadrlagisi kelmaydi, gaplashgisi kelmaydi, e'tibor bergisi kelmaydi, mehr bergisi kelmaydi. Chunki erkak ichida bitta gap turadi. "Ey, hozir menga bitta baqirib beradi, meni baribir ham his qilmaydi, meni baribir ham o'zini bolasidek ko'radi, baribir ham hurmat qilmaydi" deb. Hurmat qilinmagan, his qilinmagan erkak uni his qiladigan, uni hurmat qiladigan birini qidiradi. Xohlang siz dunyo go'zali bo'ling, xohlang siz chiroyli ozing, xohlang siz makiyaj qiling, hech nima o'sha ishlamaslikka boshlaydi. O'sha uchun birinchi navbatda o'zingizni eringizga muloqotingizni to'g'rilang. O'zingizga savol bering, men qanday ohangda gapiryapman? Buyruq berib, talab qilib, vazifasi-ku, bajarishi kerak-ku degan, xuddi bir bolangizni tarbiyalagandaymi? Yoki ichingizda eringizga ishonch, uni his qilish, tasdiqlash bilanmi? Misol uchun, keling bitta oddiy holatni tushuntiraman. Misol uchun, deylik, uyingizda go'sht yo'q. Eringiz ishlar ayni damda yaxshi bo'lmayapti, yurishmayapti, uyda pul yo'q. Eringiz ham shu oilaga go'sht olib kelishni xohlayapti, lekin imkoniyati bo'lmayapti. Misol uchun, unga ham nima deydi, orzu-havas emas, uyda har kun makaron qovurish yoki kartoshka qovurish olib kela olmayapti. Bitta narsani to'g'ri tushuning. Erkak qiynalgan vaqtda yonida turgan ayoldan hech qachon voz kechmaydi. O'lsa ham voz kechmaydi. Siz aytishingiz mumkin, "Yo'q, men o'ldim, kuydim, qiynalgan vaqtda yonida turdim, u mendan voz kechib ketdi." Yo'q, u umuman boshqa masala. U travmasi ishlamagan erkak pozitsiyasi. Erkak, istalgan bitta erkak
kerak, uni his qilgan, uni tushunayotgan, uni hislarini hurmat qilayotgan ayolini yo'qotishdan qo'rqadi. Misol uchun, go'sht yo'q. Siz qanaqa uni fikringizni bildiryapsiz? Qachongacha men qayg'uraman? Nimaga siz unaqasiz? Doim siz shunaqasiz. Men sizga necha marta aytishim kerak? Hali ham olib kelmadingiz. Buyruq, boshqaruv, uni tushunmaslik, uni his qilmaslik, uni hislarini bir tiyib qilgan holatda. Lekin buni boshqacha siz ko'rinishda eringizga bildirishingiz mumkin edi. Adasi, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ya'ni ovoz tonda tushdingiz, hurmatingizni ko'rsatdingiz, hissiyotingizni ko'rsatdim. Bilaman ishlaringiz yurishmayapti adasi, lekin anaqa bolalar bugun go'shtli ovqat yegiz kelyotdi. Amallab bilasizmi? Iltimos, siz hozir eringizni sindirmasdan, aybini yuziga solmasdan, kamsitmasdan, yerga urmasdan, uni erkakligini jarohatlamasdan undan so'ray bildingiz. Ana endi eringiz siz eshitgisi keladi. Odatda erkak siz eshitmayaptimi? Yoki siz juda ham jazolovchi ona pozitsiyasidasiz, yoki sizni o'zingizni otangiz bilan travmalaringiz yakunlanmagan, yoki siz o'zingizni eshitmaysiz. Ya'ni ichingizdagi o'zingizni eshitmayotgan qalbingiz bormi? Erkak sizni eshitmaydi. O'sha uchun birinchi o'zingizni to'g'rilashdan boshlang. 99% ajrimga keladigan ayollarning, ajrim qarorini beradigan ayollar eng katta xatosi bu. Ular o'zini to'g'rilamaydi, erkakni to'g'rilashga harakat qiladi. O'zini to'g'rilamagan ayol bir kun kelib baribir erini yo'qotadi. O'sha uchun erni almashtirish kerak emas, miyani boshqatdan proshivka qilish kerak. Ongingizni, travmalaringizni, fikrlaringizni, eringizga bo'lgan munosabatlaringizni bitta proshivka qiling-da. Siz ko'rishni boshlaysiz. Oldingizda umuman boshqa inson, ya'ni boshqa erkakka eringiz aylanayotganini. Chunki hamma ayollar menga aytadi, erim to'ydan oldin unaqa emas edi, hozir o'zgarib qolgan. Siz ham to'ydan oldin unaqa emas edingiz. Siz ham to'ydan oldin faqat eringizga eng yaxshi taraflaringizni ko'rsatdingiz. To'ydan keyin nimagadir erga tegdim bo'ldi degan fikr bilanmi, yoki u majbur degan tushuncha bilanmi, ya'ni qandaydir ichingizdagi o'zingizni iqrorliklaringiz bilan eringizni qandaydir ma'noda kamsitish, yerga urish, haqoratlash, sindirishga o'tib ketdingiz. O'sha uchun davom etaman. Erkakka tashqi ko'rinish bir birlamchi masala emas. Erkakka eng birlamchi narsalar bu uni hurmat qilinishi, o'sha joyda erkakdek qabul qilinishi va o'sha joyda erkaklik vakolatlarini bajarishga yordam berilishlik. Lekin bu albatta pul bilan emas. Agar o'zingiz xatolaringizni ko'rgan bo'lsangiz, nimadir tahlil qilishga bu darsligimiz sizga sabab bo'lgan bo'lsa, albatta like bosishni unutmang. Izohlarda tushunganlaringizni yozib qoldiring va albatta obunani bosganligingizni bitta tekshiring, yo'qsa meni boshqa darslarim, boshqa efirlarimni ko'ra olmaysiz. Hozircha xayrlashaman, salomat bo'ling.